Jizzax Somsa markazining Dana White'ini taklif qilamiz. Marhamat. Uzbek Tigers. Paxtakordan Jizzax Somsa markaziga vizit kuting. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Bugun paxtakorlik akalarimiz Jizzax Somsa markaziga, ya'ni bizga Oktagonga vizit tashlashgan ekan. Bugun biz qabul qilamiz. Ladies and gentlemen, let's go. Welcome to Uzbekistan. Number 1, Jizzax Somsa markazi. Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Jizzax Somsa markazida Oktagon Liga 2-turniri ekan. Oktagon Liga 2 turniriga paxtakorlik polvon Ulug'bek Lukaku. Uzbek Tigers. Mehmon sportchisi Buxorolik Amir. Jizzax Somsa markazining Dana White'ini taklif qilamiz. Marhamat. Endi aniqlanayotgan bashor Aziz yurtdoshlarimiz, agar polovlarimizdan kimda biri g'olib bo'lsa, turizm uchun pul mukofotini qo'lga kiritadi. Bu degan turizm uchun 800 ming pul mukofoti ketdi degan. Hamda birinchi g'oliblarga qiziqarli bo'lsa aka, yana 100 ming pul qo'shamiz. Birinchi g'olibga 100 ming pul qo'shiladi. Rekord yangilaganga $100 pul mukofoti bor. Hamda 25 ta homiylarimizda vaucher bo'ladi. 3, 2, 1, let's go akalarimizga startni berdik. Jizzax Somsa markaziga g'oliblarimiz kerak. G'oliblarimiz uchun chiroyli qarsaklarimiz bo'ladi. Buxorolik ishtirokchimiz o'z ishtiroklarini to'xtatdi. Chap yelkalarida Paxtakor degan nomni ushlab turibdilar. 10 yelkalarida do'stlari, xudo xolasa, yorug'liklar bilan chiqib ketadilar. G'olib degan nomni olib ketadilar. Jizzax Somsa markazining g'olibi bo'lganman deb Paxtakorga borib, dori soladilar bo'lgani shu. Somsalarimiz ham sizga ma'qul keldimi?